har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 2025-yil 26-yanvar sanasi biz O'zbekiston bozorlaridagi dollar hamda rubl kurslarini olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Agarda siz 100 AQSh dollari sotib olsangiz 1.301.000 so'mni, agarda siz 100 AQSh dollari sotsangiz 1.294.000 so'mni tashkil etmoqda. Agarda siz 1000 rubl sotib olsangiz 145.000 so'mni, agarda siz 1000 rubl sotsangiz 135.000 so'mni tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu valyuta kursi O'zbekiston bozorlaridagi o'rtacha nisbat asosida olingan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.